Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 3 dona rom olib kelib o'rnatib berdik. Zolotoy dub profilidan avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, razmerlari xo'p, enlari 1.30, bo'ylari 1.60 cm, o'rtadan bitta ochilish qo'yib berganmiz. Penalari atida hamma yo'g'iga aylanasiga qo'yib chiqildi. I plus oynalarga to'xtaydigan bo'lsa, oynalari 2 qavat yo'diy oynalarni qo'yib berganmiz. Pastlariga 25 lik patagoniyalar qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib chiqdi. Qadrli obunachilar, mana hammasini razmeri, enlari 1.30, bo'ylari 1.60 cm, o'rtadan bittadan ochilishlarni qo'yib berganmiz. Uchinchi romimiz ham razmeri 1.30 ga 1.60 cm, o'rtadan bitta ochilish, oynalari 2 qavat yo'diy oynalarni qo'yganmiz. Penalari atida hamma yo'g'iga qo'yib chiqildi. Taylar 25 lik patagoniyalarni qo'yib berdik. Atkoshdan olib ishga turgazib qo'ysa, nihoyatda go'zal va sifatli bo'ladi. Yana ham ichkari tomonda shohid bolalar rezinkalarni tiqyapti. Qadrli obunachilar, mana ishlarini e'tibor beringlar. Telefonda qanaqa ko'rinyapti bilmadim-ku, lekin ichlarga alyumin butulkalarni solib, dori germetika atida hamma yo'g'i cho'tki bo'lib, nihoyatda go'zal bo'lib bitdi. Qadrli obunachilar, klientimizga bir hafta muddat berdik. 3 kunda olib kelib o'rnatib berdik. Klientimiz xursand bo'lib qabul qilib olyapti. Xudo xolasa keyingi ishlarimizni ham sizlarga beramiz deb xursand bo'lib qabul qilib olyapti. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etavringlar. Pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Narxlarini aytmabman. Narxlariga keladigan bo'lsak, shu 3 dona romimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'iga 5 million 200 ming so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Bizni kuzatib olinglar, bundan da qiziq videolar hali oldinda.